Qorin yog'ini yo'qotishning eng oson usuli. Shakar oq nonni kamaytirishi zarur. Gazli ichimlik, shirinliklar, oq non, fast food bular qorin atrofida yog' yig'ilishini kuchaytiradi. Ko'proq oqsil yeyish, tuxum, go'sht, baliq, loviya, qatiq uzoq vaqt to'q tutadi va yog' yoqishga yordam beradi. Har kuni yugurish, kuniga 30-60 daqiqa tez yugurish ham qorin yog'ini kamaytiradi. Uyquni yaxshilash. Kam uyqu organizmda yog' yig'ilishini kuchaytiradi. 7-8 soat uyqu muhim. Kechki ovqatni yengil qilish. Uyqudan 2-3 soat oldin og'ir ovqat yemaslik tavsiya etiladi. Suv ichish. Ovqatdan oldin suv ichish ortiqcha yeyishni kamaytiradi. Qorin yog'ini kamaytirishga yordam beradigan mahsulotlar: yashil choy, tuxum, suli yormasi, olma, bodom. Ertalabki oddiy kundalik formula. Ertalab tuxum choy, tushlik normal ovqat, lekin non kam. Kechqurun yengil ovqat, har kuni yugurish, shirin ichimlikni tashlash. Shuni bir oy davomida muntazam bajarib kelsangiz, qorningiz sezilarli darajada kichrayadi.